Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Uyghur qarindoshlar topidagi barliq qarindoshlarga Allohning go'zal salomi, rahmati, mag'firati bo'lsin. Hurmatli qarindoshlar, men tuvanda Nur Bekri tutqun qilindi degan bir yozmani o'qib beraman. Avtori Artush Bug'ra. Nur Bekrining tutqun qilingan xabari butkul Sharq Turkistonga pur ketdi. Yo'q, yolg'on xabar tarqatmanglar. Xitoy tajovuzchilari undaq o'zining yuqori darajalik g'olchilarini qo'lga olmaydi, ham tutqun qilmaydi. O'sak so'z tarqatib xalqimizni qo'rqitib nima qilmoqchisizlar? deb darhol inkos qaytardi muhojiratlik Uyg'urlar. Nur Bekri ishxonasida o'tirib bu xabarni oldi. O'sak so'zni kim tarqatgandi? Partiya hukumat meni aran tarbiyalab bu energiya ministrligining boshliq vazifasiga elib chiqqan tursa, men o'zimning haqiqiy sodiqligim bilan ishlayapsam, meni asabiy ideyaga chetib jazolamasa, dedi-da darhol Chungchangga telefon qildi. Nur Bekri: "Hey, Lauchima." Chungchangga: "Shaunuma." Nur Bekri: "Tamak yedimi Chin rais?" Chungchangga: "Yidoq, Shaunu, bütün Sharq Turkistonni yeb bo'lay dedim." Nur Bekri: "Bek bilan qipla, minlam yevetnislar, boshqalarni qandaq yesilmayli?" Nur Bekri: "Bugungi xabarni oldingizmi?" Chungchangga: "Qaysi xabarni?" Nur Bekri: "Meni soqchilar tutib ketibdi degan xabarni-chi?" Chungchangga: "O'sak gaplar tarqalib turdi-ku." Nur Bekri: "Shundaq bo'lsa-mu, u o'sak gaplar rost aynilib qolmasa bo'ladi-da." Chungchangga: "Yo'q, sendek yaxshi sodiqlarni kommunistik partiya hargiz turmaga tashlamaydi." Nur Bekri: "Odam ansirab qoladi ekan. Partiya hozir Sharq Turkistondagi ahli ilmlar tutilib bo'lgandan keyin asos qatlam kadrlarga 200 michi deb do'ppi kiydirib tutquli turdi. Buning doirasi kengayib, o'qituvchi, soqchi, doktor, sudchi, san'atchi, har darajalik nozirlarga kengaydi. Navbat bo'yicha ma'mi kelib qolmasin deyman-a?" Chungchangga: "Undaq ko'p o'ylab ketma. Sana o'xshash sodiqlarni boshquradigan, sendek tarbiyalangan oliy darajalik sodiqlar bizga kerak." Nur Bekri: "Xotirjam bo'ldim. Bo'ldi, rahmat Chin rais, aramaslar." Chungchangga telefonni qo'yib etgandan keyin o'ziga: "Aldirma, sen texi Sharq Turkiston xalqi sukut ichida yashaydi ekan, oz vaqt qolmay seningma kerkin qolmaydi" deb sat ijoydi. Sharq Turkistonda tutqun qilish soatiga 50 nafar Uyg'urni tutqun qilishga to'g'ri kelyapti. Bu son yana ishishi mumkin. Chet elda yashayotgan Xitoy pasportidagi Uyg'urlarni psixik hujumini keng ko'lamli boshlab, undar orqali qo'rqitib, urug' tuqqanlarni tutqun qilib bo'lsa-mu, o'zi bilet ilib qaytib kelib turmalarni to'ldiryapti. Bulardek hamoqat insonlarni dunyoning hech yerida ko'rmaganman deb kulishga boshladi. Chungchangga kulib ketdi. O'zining Sharq Turkistonga kelgan qisqagina 8 oy ichida qo'lga keltirgan natijalarini o'ylab ko'ranglab ketmoqda edi. U o'zining Sharq Turkistonda qilgan ishlarini ko'z oldidan o'tkazishga boshladi. "Men kelibla Qurbon To'limning qizi bilan tuqqan bo'lib, saxta bo'lgan Xitoy bilan Uyg'urning tuqqan bo'lish siyosatini Zhongnan Xeyning yo'li yo'riq bilan boshladim. Ondan tarqitib bo'lgan pasportlarni yig'ilib, "Nemish pasport olding?" deb tutqun qilishni boshlab etdim. Yaqinda bu asabiy ideya degan bir do'ppilik siyosatni maydonga chiqarib, buni markaz qilib turib, bizga sodiq emas yoki bizga sal ko'zimizga sat ko'ringan Uyg'ur kadrlarini tutqun qilishni davom qildik. Yaxshiri do'ppisini desam, beshini keldigan nadan Uyg'urlarim bo'lg'achqa, bu ishlar nihoyat tezlik kengaydi. Siyosatimizga qarshi fikr bergan vatanparvar diniy zotlarni tutqun qilib bo'ldim. Chet elda tijorat qilayotgan bütün boylarni har xil bahonalar bilan mol-mulki, iqtisodini musodara qilib, ularni turmaga tashlab, ulardan musodara qilgan pulni ishkirdan ekilgan muqimlik saqlash soqchilariga xejlayapman.
Hech qanday pul chiqim qilmay, o'zining meyda, o'zining go'shini qo'ravateman. Bizning hozir Sharq Turkistonda ilib berayotgan siyosiy harakatimiz mo'vilib borgan madaniyat zo'r inqilobidan nechasi ishib ketdi. Mo'mo bizchilik ish qilinmagandi. Chetdan kirdigan telefonni uzmadik. Unda qilsak, xalqarada zuvanimiz tutib qoladi ekan. Xalqaraning besimiga uchrab qoladi ekanmiz. Shuning bilan Sharq Turkistonga chet eldan kirgan telefonni olganni jazo oldik. Buning bilan vatandagi Uyg'urni turmaga solsak, chet eldagi tuqqunning ro'yini sundirdik. Xalqaraga bo'lsa buni chandırtmadik. Ularmo dalil paket yo'q bo'lg'achqa bizga besim qilinmadi. Torni uzib tashlamadik. Ammo tor ishlatganni nazorat qilib, biz ichib qo'yganni ko'radigan, ammo uchur yo'llanmaslikni ishga oshirdik. Chet elda o'qiyotgan, tijorat qilayotganlarni qo'rqitib, yuragini mujib turdik. Patangida Xitoy saqchisining ko'langisini yaratdik. İstanbulda 2-3 casusni mubolag'lashtirib, ko'ptirib, necha ming qilib ko'rsatdik. Undidardek jasus qurolimizni bildirmay, telefonni o'g'irlashtirdik. Hammani o'zlari doklad qilib berdigan bo'ldi. Biz faqat uningdan keldigan uchurni to'playdigan tor saqchisining sonini oshirdik. Bularning yo'lboshlaridan Abduqodir Yopchandek bizni dushman qilib ko'rsatayotgan jarangliq nutqlari bilan bizni tajovuzlar qatoridan xalqiga aniq tuntayotgan bu yo'lboshchilarni nazarband qilib ulgurdik. Har xil nomdagi Uyg'ur tashkilot va jamoat birligiga fitna fasod terib, muajiratdagi Uyg'urlarni ulardan yiroqlashtirib, xalq kuchidan tashkilotlarni ayirib tashladik. Ba'zi tashkilotlarni bo'lguncha Uyg'urni silib, kuchini ojizlashtirib qo'ydik. Millatchi, ummatchi, vatanchi degandek iqimlarga ayirib, ijtimoiy uchul vositalarida kalla so'qashtirib, inkaslarni o'zimizning saqchilari nomida taqitib turib, to'rjanga elib bordik. İslam dininden önümlük paylanıp, birisini kafirga çıkarsak, birisini murtedga çıkardık. İş qilib, bütün hile neyranlarını iş saldık, alamet zor galbelerini koluğa keltirdik. Elim hazır Uyg'urlar sel dötrek ekan. Agar sel aqlliq bo'lgan bo'lsa, o'zining qanchalik kuchi borligini bilmaydigan holatga cho'nglarimiz aron ekib ekan. Bo'lmasa bular sel g'ayratga kelib, ittifoqlik sepini hosil qilib olsa, Sadichin sepini biz qayta so'qib ulgura olmaydik. Bizni Sadichin sepini so'qtirganda Uyg'urlar hozirqilarning orasidan chiqmaydi. Nimish qadamsan chin? Chunki hozirqilarda bedel to'lash ro'yi yetilmagan. Bedelning nimaligini bilmaydi. Qo'rqish o'zini yaratgan Alloh emas, balki Xitoydan qo'rqishga almashib qolgan. Alloh deydi deb Allah mundaq deydi deb so'zlaydi, ammo Alloh buyurganini qilmaydi, ham qilolmaydi. Bularning mushundaq uyg'onmay uxulgani biz uchun yaxshi. Bularning shoiri Abduxoliq Uyg'ur 1923-yili Uyg'on deb yozgan she'ri bor. Shu vaqtda bir qism Uyg'urlarni uyg'otib, ikki jumhuriyatni qurgan edi. Ammo hozir bu she'rni bolalarga va o'ziga o'qib uxlab kelmoqda. Biz uchun Uyg'urning aqlliq bo'lgandan nadam bo'lgani, ilmlik bo'lgandan bilimsiz bo'lgani bek afzal. Ey Nurbekre, seni tutib turmaga solash faqat vaqt masalasi. Bu kun sangam cho'qim keladi. Ovozda Nabijan A'la. Sin alg'iga olg'ichi Bug'ra o'g'li. Dinimiz islom, vatanimiz Sharqiy Turkiston, millatimiz Uyg'ur, dushmanimiz Xitoy tajovuzchilari.